Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Hozirgina siz eksklyuziv brend mahsulotlar haqida tanishdingiz. Ana endi buning orqasida imkoniyatlari bor ekan desa, har xil fikrlarga kelishingiz tabiiy. Birinchi marta tanishayotgan insonlar sizlarni tushunib turibman. Bu qanday soha ediki, ham sog'liq bersa, ham buning orqasida mahsulotlarni tekinga iste'mol qilsa, ham buning orqasida mahsulotlarni tekinga iste'mol qilish evaziga sayohatlarga, hafta bonuslarga chiqish mumkin degan savollaringizga to'liqroq javobni olmoqchi bo'ldim. Yakshanba kuni Toshkent shahrida juda katta taqdimotimiz bo'ladi. O'shanda ishtirok etishingiz mumkin. Xorazm viloyati Gurlan tumanida seminarlarimiz bo'lib o'tadi. Surxondaryoda, Rossiyada bo'lib, Xanты-Mansiyskida bo'layotgan seminarlarda ishtirok eting va o'zingizga kerak bo'lgan barcha savollarni javobini olib oling. Sizni taklif qilgan insonga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga to'liq ma'lumotlarni ana o'sha inson beriladi. Menga o'xshab turib, ma'lumotni birinchi marta eshitib turib, begona insonlardan bu sohani tushunmaydigan, ma'lumoti yo'q insonlar bilan maslahatlashib turib, o'zingizni ham chekkaga surib, muvaffaqiyatingizni kechiktirib, sog'lig'ingizni tiklanishiga kechiktiradigan bo'lsangiz, unda aybdor xuddi menga o'xshab turib, o'zingiz sababchi bo'lasiz. Maslahatim, sizni taklif qilgan inson bilan yaxshilab o'tirib, yana bir marta mana shu mahsulotlar haqida tanishib oling. Mahsulot iste'molchining qo'liga kelaman degancha $395, $392 bo'ladi, lekin bu ajratilgan pul, sizga ketgan pul tabiiyki sog'liqqa ketdi. Yo'qotish yo'q, risk nolga teng va buning orqasidagi imkoniyat nimaga teng? Ana endi imkoniyatidan foydalanaman deydigan bo'lsangiz, juda ham oson, juda ham sodda, oldin o'rganamiz, keyin o'rgatamiz. O'rganish bor yo'q, sizni taklif qilgan inson tomonidan 3 kunlik o'quv kursi bor. Mahsulot qanday iste'mol qilinadi? Qaysi mahsulotimizga qaysi birini qo'shib iste'mol qilishingiz kerak? Yana qaysilar kerak organizmga? Har biri haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsangiz, siz kundan kunga shakllanib, kundan kunga o'sib, juda ko'p insonlarning uyiga sog'liq bilan rizq kirishiga sababchi bo'lasiz. Xo'sh, buning uchun biz nima qilamiz? Albatta 3 kunlik o'quv kursi, 3 kunlik o'quv kursining ichida har bitta insonning maqsadi so'riladi. Ro'yxat qilinadi. Nima uchun? Tanish bilishlar ro'yxati. Imkoniyatni hammaga bir xil berishimiz kerak. Tanlovni o'zi qabul qiladi. Biz imkoniyat beruvchilar toifasidan bo'lamiz. Qarorni o'zi qabul qiladi. Ro'yxat kamida 400 ta. 400 ta ro'yxatning ichidan albatta qaynoqlarni ajratib olamiz. Garyachilarni. Ro'yxatning ichidan qaynog'i 40 tasini ajratib olamiz va bu inson bilan bir oy mobaynida siz va sizning sponsoringiz bilan birgalikda ish faoliyatini boshlaysiz do'stlar. Bir oy davomida 40 ta insonga taklif bersak, 40 ta insonga shu mahsulotlarda hozirgina siz tanishgan ma'lumotlarni yetkazsak, imkoniyatlari bilan tanishtirsak, albatta bular yaqinlaringiz, begonalariniz, siz taniydigan insonlaringiz bo'ladi. Siz va ustozingiz bilan birga. Hammasi olishi deyishi mumkin. To'g'ri, tushunaman. Kimdir yarmi deyishi, kimdir 10 ta, kimdir 5 ta deyishi mumkin. Tushunib turibman. Keling, u yog'i ham emas, bu yog'i ham emas, eng past darajasi bilan ko'rib chiqamiz. 40 ta insonning 10% 4 ta deb olaylik. Bir oy ichida 4 ta insoningiz hamkor bo'ldi. Xo'sh, ikkinchi oyda e'tibor bering. Siz emas, siz bilan birgalikda mana bu 4 ta insonga 3 kunlik o'quv kursi, maqsad, ro'yxat, albatta qaynoqlari olib, ular bilan birgalikda ish faoliyat, ularga ham shu ishni o'rgatamiz. O'rgatdik deylik, har biri 4 ta inson 40 tadan garyachi chiqarganida 160 ta inson bo'ladi. 160 taning 10% 16 ta bo'lyapti ikkinchi oyda. Uchinchi oyda 16 ta inson har biri xuddi siz qilgan ishni sponsor bilan birgalikda qilyapti. 640 ta inson shu kompaniya, shu mahsulot, shu marketing haqida tanishyapti. Bularning ham 10% 64 ta inson har biri o'zining 40 ta garajchisini chiqaradigan bo'lsa, 2560 ta inson bo'lyapti. Buning 10%ni ko'radigan bo'lsak, 256 ta inson, 10240 ta inson. Buning 10% 1024 ta hamkor bo'ldi. Mana 5 oyning ichida. Endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, e'tibor bering.
Sizni sponsoringiz bo'lmaganida, sizni sponsoringiz taklif qilmaganda, sizni sponsoringiz shu mahsulot korporatsiya mineral kompleks bilan tanishtirmaganida siz bo'larmidingiz? Yo'q. Siz bo'lmaganingizda bu 4 ta inson bo'larmidi? Yo'q. Bu 4 ta inson bo'lmasa bu 16 ta inson bo'larmidi? Ko'rdingizmi? Hamma biri-biriga sababchi. Oxirigacha eshitadigan bo'lsangiz, rosa xursand bo'lasiz. Ana endi hammasini qo'shib chiqadigan 1364 ta hamkor bo'ladi. Siz necha kishini taklif qildingiz? 4 ta. Buchi 4 tadan har biri 16 ta. Bular 16 tasi har biri nechtadan? 4 tadan. 64 tasi har bittasi nechtadan? 4 tadan. Ko'ryapsizmi do'stlar? Bu yerda hamma biri-biriga sababchi. Ana endi oylik daromad qanday bo'ladi degan savolga javob beraman. Oylik daromad siz taklif qilgan 4 ta inson uchun rekrut bonusingizni o'zi $120. Ana endi qo'shamiz oyligingizni. Buni teng 2 ga bo'lishimizning evaziga chap o'ng tarmog'imiz bo'ladi. Kam tomondan oylik beradi, ko'p tomondan yig'ilib sovg'alar beradi. Demak, 2 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu $14. Demak, $134 birinchi oyda sizga oylik daromad chiqyapti. Ikkinchi oyda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi oyda mana bu 4 ta insonning rekrut bonusi qancha bo'ladi? Mana bu 4 ta insonning rekrut bonusi 16 ni 30 ga ko'paytiradigan bo'lsak, $480 mana bu 4 ta insonning rekrut bonusi. Ko'ryapsizmi? Siz taklif qilgan insoningizning o'zi ham oylik daromadga chiqyapti. Nimani evaziga? Sog'lig'ining tiklanishini evaziga. Xo'sh, oylik daromad qancha bo'ladigan deydigan bo'lsa, 16 ning yarmi 8, 8 ni ko'paytirsak 7 ga $56 qo'shamiz. O'tgan oydagi $14da ikkinchi oyda sizning o'zingizga shaxsiy taklifingiz bo'lmagan taqdirda $70 oylik chiqyapti. 64 ta insonning rekrut bonusi 16 kishiga tushadigan qancha bo'ladi degan savolning javobini topamiz. 64 insonning rekrut bonusi demak 16 kishining har biriga $120 dan tushadi. Rekrut bonuslar soni $1920 bo'lyapti. 16 kishiga. Oylik daromad sizga qancha tushadi? 32 bo'ladi 64 ning yarmi. Demak, 32 ni ko'paytiramiz 7 ga. Qo'shamiz o'tgan oydagi $70. Demak, sizning oylik daromadingiz $294 bo'lyapti 3-oyda. Xo'sh, 256 kishining rekrut bonusini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 256 kishining rekrut bonusi 64 kishiga tushadigani $7680 pul bo'lyapti rekrut bonuslar. 4-oyda demak 256 ning yarmi 128, 128 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak $896, 896 ga o'tgan oydagi 294 ni qo'shadigan bo'lsak $1190 sizning o'zingizga oylik daromad tushyapti. 1024 ni 30 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1024 ni $30,720 rekrut bonus 256 kishiga tushyapti. Har biriga $120. $4774 oylik bo'lyapti 5 oyning ichida. Bu oylik daromad, bu rekrut bonuslar har biriga tushadigan endi kattalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak sovg'alar. Bular qanday bo'ladi? E'tibor bering. Kam tarafingizda aktiv hamkorlar soni 8 kishi bo'lgan vaqtda sizga bronzadan medal beradi. Bu mahsulotning tekin iste'molchisi degani. Kam tarafingizda aktiv hamkorlar soni 50 ta bo'lgan paytida, demak 50 ta bemalol chiqadi. Ko'ryapsiz, 1364 ta inson bo'ldi. Kumush komanda lideri unvonini beradi va albatta bu yil Tailandga sayohat. Tekin sayohat. Hamma xarajat kompaniyaning hisobidan. Kam tarafingizda aktiv hamkorlar soni 120 ga yetgan paytida kompaniya sizga oltin komanda lideri unvonini beradi. $8000 mukofot puli Lada Granta mashinasini sovg'a qiladi. Kam tarafingizda aktiv hamkorlar soni 300 taga yetgan vaqtida platina komanda lideri unvonini beradi. Kam tarafingizda aktiv hamkorlar soni 300 taga yetgan payti kompaniyasiga platina komanda lideri unvonini beradi va Hyundai Elantra mashinasini sovg'aga yoki bo'lmasa $20,000 mukofot puli beradi. Kam tarafingizda aktiv hamkorlar soni 800 taga yetgan vaqtda Rubin komanda lideri unvonini beradi. Land Cruiser Prado mashinasini sovg'aga yoki bo'lmasa $50,000 mukofot pulini beradi.
Ana endi buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, teng ekka bo'ladigan bo'lsak, buni salkam 700 ga 700 bo'layapti. Demak, 6-oyda buni takrorlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, albatta bu 700 emas, bundan ham ko'payib ketadi. Ana endi katta bonuslarning o'zini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 50, 28, 78 ming dollar bu katta sovg'alar. Endi oylik daromadni ko'rib turibsiz. 6-oyda e'tibor bering. Qancha oylikga chiqadi? Hozir 5-oyda siz 4774 dollarga oylikka chiqyapsiz. Endi mening qo'limdan kelmaydi. Uni ham tushunaman. Har bitta ishni qilgan paytingizda boshida qiyin tuyuladi. Albatta siz uni o'rganganingizdan keyin osonligini keyin tushunib yetasiz. Ana endi e'tibor bering. Agar buni 6 oyda emas, buni 1 yilda qilsak qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Mana buni siz har birini 1 oy emas, 2 oy, 4 oy, 6 oy, 8 oy, 10 oy, 12 oy. E'tibor bering. 1 oyda 4 dan son emas, 2 oyda 4 dan son bo'ldi. Bu degani har oyiga 2 ta insonga shu narsani tushuntirib, o'rgatib, o'qitib, tushuntirib bergan taqdiringizda 1 yilning ichida eng kam oylik daromad mana shu, mana bu narsa sizning uyingizda sovg'a turadi. Yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, siz hozir onlayn tanishyapman, offlayn tanishishni xohlayman deydigan bo'lsangiz, marhamat, ofisga tashrif buyuring. Sizni taklif qilgan sonda mahkam ushlab olib, sizga barcha savollaringizga javob beradi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha deb qolaman.